O'sh shahridagi kvartiralarning biridan erkak kishining jasadi topildi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligi bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, 19 fevral kuni soat 11:12 atrofida Favqulodda holatlar ministrligining O'sh shahar boshqarmasining qutqaruvchilari Anar kichik rayonidagi xonadonning yopilib qolgan eshigini ochib berishgan. Uy ichida 61 yoshdagi erkak kishining jonsiz tanasi topilgan. Tegishli hujjatlar to'ldirilgandan so'ng jasad militsiya xodimlariga o'tkazib berilgan. Avtomashinalarning g'ildiraklariga blokatorlar O'shda ham o'rnatila boshladi. Shaharning yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash boshqarmasining yetakchisi Shairbek Shakirov bildirishicha, bu vositalar 3 kundan beri foydalanilmoqda. Bu vaqt oralig'ida taqiqlangan joyga to'xtatilgan 250 mashina evakuatsiya qilindi. Jarimalarning summasi 250 ming so'm dedi rahbar. Eslatib o'tsak, mashina taqiqlangan joyda to'xtatilgani uchun olib ketish Bishkekda boshlangan. Haydovchi yo'q bo'lsa, g'ildirak bog'lanib, oynaga inspektor raqami yopishtiriladi. 1000 so'm jarima va evakuator xizmati to'langandan keyin mashina bo'shatiladi. Prezident So'ronbay Jeenbekov bugun ish safari bilan Batken oblastiga bordi. Davlat rahbarining matbuot xizmati xabar qilishicha, 2 kunlik safar davomida prezident Laylak va Batken rayonlarining yashovchilari bilan uchrashadi. Shuningdek, Laylak rayonida davlat chegara xizmatining harbiylari uchun qurilgan ko'p qavatli uylarning ochilish marosimida qatnashadi. Jo'g'org'i Kengash deputati Asilbek o'g'li va 2 qirg'izistonlik fuqaro Qozog'istonda 2 oyga qamaldi. Bu haqda Kazinfo axborot agentligi xabar qilganini K-News sayti yozdi. Shahar sudining ma'lumoti bo'yicha ularga Qozog'iston jinoyat va jazo kodeksining 234 va 264 moddalarining 2-bandi bo'yicha ayb qo'yildi. Eslatib o'tsak, 15-16 fevral kunlari Qozog'iston Bosh prokuraturasining koordinatsiyasi bilan Milliy xavfsizlik qo'mitasi va korrupsiyaga qarshi kurashish milliy byurosi bir vaqtda Jambul, Janubiy Qozog'iston oblashtlarida operatsiya olib borgan. Buning natijasida chegara hududlardan kontrabanda tovar olib kirish bilan noqonuniy ish olib borgan guruh a'zolari deb gumon qilingan 35 kishi qo'lga olingan edi. O'sh shahrining byudjeti mart boshida qabul qilinadi. Hozir loyihasi jamoat muhokamasiga qo'yilib, o'zgartirishlar bilan to'ldirilmoqda. Tayyorlangan dasturda ta'lim tarmog'iga alohida e'tibor qaratiladi. O'qituvchilarning oylik maoshiga qo'shimcha mablag' ajratilib, bolalarning ovqati yaxshilanadi. 2018-yilga mo'ljallangan byudjet boshqa tarmoqlarga qanday bo'lishtirildi? Muxbirimiz hikoya qiladi. Joriy yil shahar g'aznasi 940 million 186 million so'm miqdorida ekani aniqlandi. Mazkur mablag' o'tgan yilga solishtirganda 105 million so'mga ko'p. Mablag' asosan soliq hisobidan ortdi. O'sh shahar kengashi deputatlaridan tuzilgan komissiya bungacha qaysi tarmoqqa qancha zarur ekanini muhokama qilishgan. Shu asosida 940 million 186 ming so'm quyidagicha beriladigan bo'ldi. Umumiy yo'nalishdagi davlat xodimlariga 155 million 280 ming so'm, mudofaaga 7 million 284 ming 800 ming so'm, iqtisodiy tarmoqqa 80 million 920 ming so'm, turar joy va kommunal xo'jalikka 256 million 587 ming so'm, madaniyat va sport tarmog'iga 74 million 711 ming so'm, bilim berish tarmog'iga 339 million 816 ming so'm, ijtimoiy himoya qilish jamg'armasiga 25 million 583 ming so'm ajratiladi. Demak, bu yili eng ko'p mablag' bilim berish tarmog'iga ajratiladi. Unga har yilgiday binolar ta'mirlanib, stol, stul va kompyuterlar sotib olinadi. Bu yilgi qo'shimcha 22 million 890 ming so'mga esa ma'orif soha xodimlarida har oyda qo'shimcha 300 so'mdan beriladigan bo'ldi. Mablag' kommunal xizmatlar uchun to'lanadi. O'sh shahar bola bog'cha va maktablarida 4 mingdan ortiq ma'orif xodimlari bor. Muallimlarning oylig'i baribir asli, muallim shunday kun-tun ishlagan el. Бұл 8 saat işlep koyu için to'xtatib qo'ya olmaydi. Muallim kun-tun ishlagan hal. Muallimlerдің айлығын qantib көбөйтүү деген маселеге келгенде жергиликтүү бюджеттен ушул жол менен жардам беришип атышат. Ушул жол менен. Эч болбосо электр энергиясын төлөп берет. Asosan bu yil maktablarda boshlang'ich sinf o'quvchilari va bola bog'cha tarbiyalanuvchilarining ovqati yaxshilanadigan bo'ldi. Sababi har bir bolani taomlanish uchun qo'shimcha 3 so'mdan ajratiladi. Bungacha har bir bola uchun 10 so'mdan bo'lsa, endi 13 so'mga issiq taom uyushtiriladi.
Биз эмки жылы быйыл көзөмөл кылышыбыз керек да. Эмне мамлекет тараптан дагы акча каражат сарпталган да ошо питанияга. То есть быйылкы жылы горячее питание кошулуш керек да. Жөн эле если мурун чай менен булочка болсо, то быйыл кээ бир немелеринде горячее питание болсо, ошо горячее питанияларды жакшылап караштырышыбыз керек да. Канчалык деңгээлде питание өзгөрүлдү. O'sh shahar yoshlar qo'mitasi uchun ajratilgan pul esa bu yil 2 hissaga qisqargan. O'tgan yili 1 million 200 ming so'm ajratilgan bo'lsa, bu yili 600 million so'm ajratilgani ma'lum qildi. Fuqaroviy jamiyat vakillari qo'mitaga ko'proq mablag' ajratish kerakligini ta'kidlashadi. Sababi ko'proq tadbirlar uyushtirish orqali yoshlar orasida salbiy ko'rinishlarni oldi olish mumkinligi ta'kidlandi. Туура айтышат, жаштар комитети өз ишмердүүлүгүн көрсөтпөдү деп, бирок өз ишмердүүлүгүн көрсөтпөдү деп кыскартып салсак болбойт да. Жаштарды неметпей, өксүтпөй, башка талап койсо болот да. Жаштар комитетине башка адамдарды алып келип, башкача ишиңерди карап чыккыла деп. Shaharda bundan boshqa ham o'z yechimini kutayotgan muammolar bisyor. G'azna bo'yicha tashkil etilgan muhokamada ichimlik suvi, chiqindi, elektr energiyasi bo'yicha muammolar ham aytildi. Mazkur muammolar bu yil g'aznasidan hal etilishini xalq vakillari va'da qilishdi. Boshqacha aytadigan bo'lsak, tarmoqlarga ajratilgan mablag' zaruratga qarab o'zgarishi mumkin. Elden çıkıp atkan sunuşlardan bardıq eski alınat, protokol tüzülüp жатат. Ошолорго карап туруп, Кудай буйруса 6-7 марттарга деп айтабыз. Азыр сессия болса, ушулардын эсептери менен бардыгы менен бул бюджет кабыл алынат. Davlat g'aznasidan bu yilga O'sh shahri uchun 150 million so'm pul berilishi kutilmoqda. Mablag'ning barchasi qurilish tarmog'iga sarflanadi. Pul ajratilgandan keyin qanchasi ta'mirlanishga, qolganiga esa qancha yangi bino qurilishi aniqlanadi. Hilola Ashurova, Nurjamol Barg'abayeva, Azam Buzrikov, Intimoq. Markaziy saylov komissiyasi Jo'g'org'i Kengash Ta'tamikin fraksiyasining deputati Aida Salyanovani muddatidan ajratish bo'yicha masalani ko'rib chiqadi. Ma'lum bo'lishicha, Markaziy saylov komissiyasiga Bishkek shahar sudining deputat Aida Salyanovaga chiqargan qarori kelib tushdi. Bu orada Aida Salyanovaning o'rniga keladigan keyingi nomzod bo'yicha ma'lumot olish uchun davlat organlariga xat yuborilgan. Eslatib o'tsak, Bishkek shahar sudi 7 fevralda Aida Salyanovaga qo'zg'algan jinoiy ish bo'yicha Lenin rayon sudining qarorini o'z kuchida qoldirgan. Bishkek Lenin rayon sudi o'tgan yili 10 oktyabrda deputatni 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish va mulkini musodara qilish haqida qaror chiqargan. Unda Salyanovaga jazo muddatini 3 yoshli qizi 14 yoshga to'lgandan keyin o'tashi belgilangan. 20 fevralga nisbatan olingan ma'lumot bo'yicha o'lkada 62839 soliqchi umumiy soliq deklaratsiyasini topshirdi. Uning ichida 12741 tashkilot, 38648 xususiy tadbirkor, 9143 jismoniy shaxslar, 250 davlat va munisipal xodimlari topshirishdi. O'tgan haftada umumiy soliq deklaratsiyasini topshirish 19066 subyektga ko'paydi. Bu haqda Davlat soliq xizmati xabar qildi. Eslatib o'tsak, umumiy soliq organlari deklaratsiyasini yarim tungacha alohida rejimda qabul qilishmoqda. Deklaratsiyalar 28 fevralgacha bayram va dam olish kunlari bilan birga ertalabki soat 9 dan yarim tungacha qabul qilinadi.